Hop, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Darslar yaxshi ketyaptimi? Yaxshi o'zlashtiryapsizlarmi? Dars tomonlama hech qanday muammo yo'qmi? Xudo xohlasa bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz Group by bo'ladi. Ya'ni yangicha kirish yana Group by. Har doimgidek biz birinchi umumiy maqsadini tanishib olamiz va keyin shu to'g'risida kod yozamiz. Xo'p, Group by bu o'zi nima? Group by bu SQL da ma'lumotlarni tartiblash, ularni bir xil qiymatlar asosida guruhlarga ajratish usulidir. U katta va chalkash ma'lumotlarni soddalashtirib, har bir guruh bo'yicha hisob-kitob qilish imkonini beradi. Masalan, har bir mijoz yoki kategoriya kesimida umumiy natijalarni ko'rish mumkin. Qisqacha aytganda, Group by bu guruhlash va hisoblash vositasi. U sum, count kabi funksiyalar bilan birga ishlaydi. Where ma'lumotni oldin filtrlaydi, having esa guruhlarga ajratadi. Hozir bu where va having bo'yicha yana to'xtalamiz. Mana bu count va sum degan joy sizlarni qiziqtirsin. Group by o'zi umumiy hamma funksiyalarga ham ishlaydi, lekin asosan agregat funksiyalar ishlaydi. Ya'ni kechagi o'tgan darsimiz sum, count, max, min, average kabi funksiyalar bilan ishlaydi. Xo'p, having haqida qisqacha. Having bu shart berish uchun ishlatiladi. Avvalgi darslarda bilgan bo'lsangizlar, biz order by va boshqa hokazolarni o'tgan paytimizda biz where bilan qisqacha shart berardik. Endi group by ishlatdingizmi, majbursiz having bilan shart berishga. Xo'p, having nima ekan? Having bu SQL da guruhlangan ma'lumotlarni filtrlash uchun ishlatiladi va group by bilan birga keladi va agregat natijalarga shart qo'yadi. Oddiy qilib aytganda, agar group by orqali guruhlab hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, having shu natijadan keyin qaysi guruhlar qolishini tanlaydi. Masalan, faqat umumiy summasi katta bo'lgan guruhlarni chiqarish mumkin. Bu nima qiladi? Birinchi Group by ishlaydi kodda. Har doimgidek men kodda maqsadini tushuntiraman. Kodni select from yozdik, undan keyin Group by yozamiz. Group by yozganimizdan keyin having yozamiz. Xo'p, sabab nima endi? Birinchi, having umumiy qatorlarni tartiblaydi. Masalan, xuddi distinctga o'xshaydi. Distinct nima qiladi? Umumiy masalan ikkita bo'lgan bo'lsa, o'shani bittasini olib ketadi. Uchta bo'lgan bo'lsa, bittasini olib ketadi. Endi bu ham xuddi shunga o'xshashda, faqat bunga agregat funksiyalar ishlatamiz, ya'ni selektivda ishlatamiz. Xo'p, endi qaranglar. Birinchi masalan, har doimki aytadigan ismim Ali, Vali, Alisher bo'ladigan bo'lsa, Alisher, Vali, Alisherni oladi va shundan keyin misol uchun deyishimiz mumkin, masalan 100 ming so'mdan ko'p savdo qilgan mijozlarni chiqar desa, o'sha payt bizga having ishlaydi. Lekin where ga nima bo'lardi? Where unday emasdi. Where birinchi umumiy hamma qatorlarni ko'rib chiqadi, hamma qatorlarni tekshiradi, keyin ishlaydi. Having nima qiladi? Having birinchi group by guruhlaydi, undan keyin esa having ishlaydi. Endi biz yozgan kod qanday ishlaydi? Hozir bu to'g'risida qisqacha tushuntirib beraman. O'zi umumiy masalan yozadigan kodimiz haqida avvalgi iboralar ham qatnashgan. Yanada mukammalroq tushunishlaringizga bu qo'l keladi degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, diqqat bilan e'tibor qaratinglar. SQL so'rovi ma'lum tartibda ishlaydi. SQL so'rovi ma'lum tartibda ishlaydi va har bir bosqichning o'z vazifasi bor. Avval from orqali jadvaldan ma'lumot olinadi. Qarang. Biz yozdik, select from yozdik. Endi from ishlaydi. Keyin where qatorlarni filtrlaydi. Endi hozir bu yoqda group by to'g'risida gap ketayotgan yo'q. Where to'g'risida ketyapti. Where qatorlarni filtrlaydi, ya'ni qatorlarni tekshiradi. Shundan so'ng group by ma'lumotlarni guruhga ajratadi, deyapti. Shundan so'ng group by ma'lumotlarni guruhga ajratadi. Hozir endi bu yoqqa men umumiy yozganman deyapman. Sizlar endi nima uchun group where deb yoqqa yozgansiz demanglar degan maqsadda. Chunki avval ham aytganman, from bilan where bir-biriga muhabbati juda kuchli, ular ajralmas. Shuning uchun ham
fromdan keyin where yozilishi shart. Agar gruppa ishlatadigan bo'lsangiz, doim having ishlatasiz. Xo'p, endi nima? Having ishlaydi va shu guruhlarni shart asosida filtrlaydi. Ya'ni boya aytganimdek gruppaga guruhlaydi va undan keyin having ishlaydi. Select esa teskarisi. Where esa teskarisi. Where umumiy ma'lumotlarni, qatorlarni 1000 qator bizda ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, hammasini umumiy tekshirib chiqadi. True bo'lsa true'ni oladi, false olib tashlaydi. Select natijalarini foydalanuvchiga chiqaradi. Endi select oxirida ishlayapti. Diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Men sizlar tushuncha paydo bo'lishi uchun mana shu tartibda, qisqacha tartibda yozdim. Baribir 10 marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Mana birinchi from ishlaydi, keyin where ishlaydi, keyin gruppa ishlaydi, keyin having ishlaydi, keyin select ishlaydi. Demak, having guruhlashdan keyin ishlaydi, lekin natija select orqali ko'rinadi. Select oxirida ishlaydi. Endi masala kodi. Bizga nima bor? Select customer sum amount as total amount. Ya'ni s orqali, alias orqali umumiy sumga biz qisqacha nom berganmiz. Nimadan olsin ekan? From sales jadvalidan olsin ekan. Gruppa nimani qilsin? Customerni qilsin. Having 500 ming so'mdan ko'p bo'lgan to'lovlarni chiqarishimiz kerak ekan bizlar. Endi bu haqida qisqacha to'xtalamiz. Hurmatli o'quvchilar, kod o'zi qanday ishlayapti, nima bo'lyapti? Har doimgidek sizlar tushuncha paydo bo'lishi uchun, kod yozishga qiynalmasliklaringiz uchun. Masala mazmuni, ya'ni kodning mazmuni. Masala hozir biz yozgan kod qaysi tartibda ishlaydi? Oxirgi natija qanday chiqadi? O'zi nima uchun bu kodni bunda yozganmiz? Bizda sales jadvali bor va unda har bir mijozning xaridlari saqlangan. Maqsad har bir mijoz qancha umumiy pul sarflaganini topishimiz kerak va faqat katta xarid qilgan mijozlarni ajratib olishimiz kerak. SQL so'rovi ishlaganda avval from bosqichi bajariladi va sales jadvalida barcha ma'lumotlar olinadi, keyin group by customer ishlaydi va barcha yozuvlar mijozlar bo'yicha guruhlarga ajratiladi va bir mijoz uchun alohida guruh hosil bo'ladi. Shundan so'ng sum amount orqali har bir mijozning umumiy xarid summasi hisoblanadi. Hozir qaranglar, aggregate function ishlayapti, sum ishlayapti. Hali havinggacha bormadik. Keyin mana o'sha havingga kelyapti. Having sum amount 500 dan katta bo'lganlar ishlaydi va faqat 500 dan katta bo'lgan xarid qilgan mijozlar qoladi. Oxirida select bilan natija chiqadi. Xuddi o'sha gap, o'sishdan to'xtamang. Endi biz umumiy kod yozishga o'tamiz. Xo'p do'stlarim, men hozir mana bu yerda mana 5 ta masala yozib qo'yganman. Buni videoni pauza qilib bemalol ko'rishlaringiz ham mumkin. Mana 5 ta masala turibdi. Xo'p, endi nima deyapti bu yerda? Ana buni ozgina tushirib olaylik. Xo'p, nima deyapti? Birinchi masala payment jadvalidan foydalan deyapti. Har bir customer qancha to'lov to'laganini toping. Faqat 50 dan katta bo'lgan to'lovlarni bo'lgan customerlarni toping deyapti. Endi nima qilamiz, hurmatli obunachilar? Har doimgidek select bitta ishlatib o'ramiz, bizga muammo bo'lmasligi uchun. Xo'p, bizga qaysi kerak ekan? Payment kerak ekan, ha? Endi payment ishlatamiz. Endi nima deyapti? Bizga aytayapti hozir masala shartiga ko'ra har bir customer qancha to'lov to'laganini faqat 50 dan katta bo'lganlarini chiqaring deyapti. Xo'p, bizga hozir nimalar kerak bo'ladi? Bu oy-oydan ko'rinib turibdi. Customer bo'lganligi uchun bizga customer ID kerak bo'ladi. Customer ID ga s deymiz, mijoz ID. Qancha nom berib ketyapman, hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingisi. Endi nima deyapti? Har bir customer qancha to'lov to'laganini toping deyapti. Umumiy summani bizga kechagi darsda o'tgan paytim o'rgatib ketgandim. Qaysi chiqarib beradi? Umumiy summani sum aggregate function ishlatib chiqarib beradi. Endi bizga to'lovlar qaysi? Amount. To'g'rimi? Amount bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda ham s deymiz, umumiy mijoz to'lovi.
umumiy mijoz to'lovi. Endi hozir ishlatadigan bo'lsam, kod ishlaydimi, ishlamaydimi? Endi diqqatli e'tibor qaratinglar. Kod ishlamaydi. Syntax error deyapti. İşlemaydi kod. Sabab nima? Chunki aggregate function berilgandan so'ng bu aggregate function dan boshqa masalan column nomini beradigan bo'lsak, bu yoki group by'ga bo'lish kerak yoki select ichi aggregate functionga bo'lish kerak. Endi amount bizga aggregate functionga to'g'rimi? Bizda endi oyoqdan nima bor? Customer ID hozir bo'sh turibdi. Buni biz group by'ga qo'yishimiz kerak. O'zi group by qanday maqsaddan kelib chiqish kerak, qo'yish kerak uni. Misol uchun mijozlarning nemi bo'yicha yoki va hokazo qolgan shartga ko'ra berib ketaverasiz uni. Hech qanday muammo yo'q. Endi bu yerga hozir customer ID bo'lganligi uchun customer ID ni beryapman. Endi group by deymiz. Group by deymiz. Nima bo'lsin? Mijoz ID. Mijoz ID. Mijoz ID. Xo'p, hozir men ishlatadigan bo'lsam, mana ishladi. Umumiy hozir mana hamma customerni to'lov qilgani chiqdi mana. 184-chi customer mijoz ID'li shu mijoz 80 ming so'm to'lov qilgan ekan. 87-chi raqam 87-chi ID'lisi 137 ming va hokazo. Endi bizga nima dedik? Bizga aytayapti, bu yoqqa boya aytganimdek where ishlamaydi, chunki bu group by bilan doim having ishlash shart. Where hech qachon ishlamaydi. Endi having deymiz, 50 ming so'mdan katta bo'lganini chiqarishimiz kerak ekan. Mayli 50 ming emas, biz shuni 100 ming deylik. Endi biz bu yerga qanday shart beramiz, hurmatli obunachilar? Qanday shart beramiz deganimizda so'ng, masalan, hozir bu yerda mana nimani oladigan bo'lsam, umumiy mijoz to'lovini oladigan bo'lsam, bu ishlamaydi. Masalan, mana shuni vaqt ketmasligi uchun copy paste qilib qo'yaman. Bu hozir ishlamaydi, error beradi. Sabab nima error berishi? Chunki boya aytdim. Buni error berishiga sabab bizda birinchi from ishlaydi. From ishlagandan keyin group by'ga o'tadi. Group by umumiy guruhlaydi. Sum amount nima uchun ishlamaydi? Sum amount hozir select ichiga turibdi. Shu uchun ham bu ayrim payt ishlashi mumkin, lekin ayrim payt ishlamaydi. Shu uchun bu yoqqa qisqacha nom berish to'g'ri kelmaydi. Bu hozir men mijoz umumiy mijoz to'lovi deb ketganimning sababini ham sizlarga tushuntirib ketaman. Bu yoqqa faqat mana shu aggregate function o'zini havingga berasizlar-da, shart berish operatori, ya'ni shuni 50 ming emas, 100 mingdan katta qilib qo'yaylik, hurmatli obunachilar. Xo'p, 100 mingdan katta bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Shu mana 137 ming, shu 100 mingdan katta to'lovlar chiqdi. Endi bu yoq xohishlaringiz. Sizlar avval ham o'rgatganman. Endi bizga misol uchun order by bo'lsin. Order by bo'lsin. Order by bo'lsin. Nima bo'lsin order by? Umumiy to'lov bo'yicha bo'lsin. Chunki order by havingdan keyin ishlaydi. Shu sabab uchun ham hozir umumiy mijoz to'lovini oladi. Endi buni ask deymizmi, disk deymizmi? Ha, mayli, ask deylik, kichkinasidan qarab ketsin. Misol uchun bizga eng katta 10 ta to'lovni ol deyotgan bo'lsa, nima qilamiz? Limit qilamiz, 10 qilib qo'yamiz, bo'ldimi? Endi bu hozir masalan order by bilan nima umumiy masala sharti berilmagan, lekin men sizlarga tushuncha bo'lish uchun o'rgatib ketyapman. Mana o'sha hozir mana bizga 10 ta eng katta to'lovni ol. Mana 72 dan boshlandi, 78 ga tugadi. 100 dan boshlanib 101 ga tugadi. Xuddi mana 135-IDlar 100-chi IDga ham bor ekan. Shu mijozlarimiz bizga to'lov qilgan ekan. Iltimos sizlardan qattiq talab bu, kodlaringizni sifatli tarzda yozinglar. Masalani birinchi masalani yozinglarmi, birinchi masalan shartini berib yozinglar. Endi qaranglar, yana bitta narsa. Hozir mana bu yoqqa masalan men aliasni o'chiradigan bo'lsam, ha bu yoqqa endi buni o'zini berishimiz kerak. Chunki alias hozir nima emas-da, jarayonda emas-da. Hozir ishlaydi kodimiz mana. Sum deb chiqib o'tiribdi. Aggregate functionning nomi chiqadi. Bu yoqqa mana aggregate function degan nomni deylik kimgadir ko'rsatmoqchisiz, u tushunmaydi. Shu uchun umumiy mana mijoz to'lovi deb qo'yganman. U tushunishga yanada
yaqqol namoyon bo'ladi. Mana umumiy mijoz to'lovi mana shunchaki. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala nima? Aytayapti, film jadvalidan har bir reyting bo'yicha o'rtacha rental rate ni toping. Faqat o'rtacha 3 dan katta bo'lganlari chiqsin deyapti. 3 dan katta bo'lganlari chiqsin deyapti. Hozir biz o'rtacha degan nima? Kechagi darsda ham tushuntirib ketganman. Bu o'rtacha degani, ya'ni average aggregate function ishlaydi bu yoqqa. Yulduzcha qilamiz, from deymiz, film deymiz. Har doimgidek ishlatib olamiz. Chunki biz balkim kolumnlar nomini bilmasligimiz mumkin. Keyin bizga muammo paydo bo'lmasligi sababli shu ishni qilyapmiz. Xo'p, bizga nima kerak ekan endi? Masala sharti aytayapti. Har bir reyting bo'yicha o'rtacha rental rate toping. Endi bizga nima kerak? Rating deymiz. Endi es qilib ketmayman, o'zlari tushunib olaverasiz, chunki bizni bugun 7-darsimiz. Endi bizga nima kerak? Average kerak. Average kerak. Average'ga nima beramiz? Rental rate beramiz. Bu yoqqa ham men s yozib ketmayman, o'zlaringiz yozaverasizlar. Endi nima qilamiz, hurmatli obunachilar? Har doimgidek group by qilamiz. Endi nimani beramiz? To'g'ri aytdingizlar. Ratingni beramizlar. Hozir rating bo'yicha bu bizga group by qilib beradi, guruhlab beradi va shundan keyin jarayon boshlanadi. Sintaks error, mana bu yerda virgul qolib ketibdi. Mana rating, mana shu o'zi bizda 5 ta rating bor ekan, shu bo'yicha mana o'rtacha puli mana shuncha ekan, average. Endi nima qilamiz? Having, ya'ni bizga aytayapti masala shartiga ko'ra 3 dan katta bo'lganlar. Xo'p, nima qilamiz? 3 dan katta bo'lganlarini topishimiz uchun having qilamiz. Xo'p, average ni olamiz va katta bo'lsin 3 dan deymiz, 3 dan deymiz. Endi ishlatadigan bo'lsak, mana o'sha PG rating bilan PG13 ratingi 3 dan katta ekan. Ularning to'lovini o'rtacha summasi. Endi maxni bilasizlar, minni bilasizlar, to'g'rimi? Umumiy shu bo'yicha masalani ishlab ketaverasizlar. Xuddi shu tartibda ketadi. Bu yoqqa hozir men order by'ni ham, limitni ham ishlatib ko'rsatib berdim. Sizlar o'tgan narsalarimizni hammasini endi xo'p, mayli, yana bitta ishlab beraman masala. 3-masala nima ekan? 3-masalaning shartiga ko'ra qolgan ikkitasi sizlar o'yga vazifa bo'ladi. Agar qandaydir tushunmaydigan bo'lsangiz, kommentga izoh yozing yoki plus belgisini qoldiring. Men o'zim sizga yozishga, javob qaytarishga harakat qilaman. 3-masala. Film jadvalidan har bir rating bo'yicha eng katta max film uzunligini toping. Faqat max lengiz 180 dan katta bo'lgan. Ya'ni bu yoqqa nima deyapti? O'zimizni oddiy tilga tushuntiradigan bo'lsam, hurmatli obunachilar, bu yoqqa aytayapti, film uzunligi, ya'ni 180 degani bu o'rtacha 3 soatlik film ekan. Agar 60 minutni 1 soat deb oladigan bo'lsak, endi sizlar oddiy qilib tushuntiryapman. 180 minutdan katta bo'lgan filmlarni biz olishimiz kerak ekan. Endi bizga max nima qilaydi? Eng kattasini topib beradi. Xo'p. Endi nima bo'ladi? Select deymiz. Yulduzcha from film. Har doimgidek bitta ishlatib olamiz. Xo'p, nima deyapti? Masala sharti nima deyapti? Har bir rating bo'yicha eng katta max film uzunligini toping. Xo'p, biz endi har bitta rating bo'yicha rating qilamiz. Endi max qilamiz. Nimani? Bizga nimani kattasi, uzunligi, eng katta filmning uzunligini olishimiz kerak. Endi bizga kerak bo'ladi lengiz, ya'ni film uzunligi, bu ham o'z o'zbekchasi lengiz hisoblanadi.
Bunga ham hozir nom berib o'tirmayman, chunki sizlar tushundingizlar, bir marta tushuntirib ketdim. Agar alias bilan nom bermaganimni nima qilmagan bo'lsa, tushunmay qolgan bo'lsangizlar, videoni pauza qilib turib, yana qaytadan ko'rib tushunib olishlaringiz mumkin. Xo'p, yana gruppa qilamiz. Endi bizga nima bo'lsin? Reyting bo'lsin. Chunki reytingni gruppa qilyapmiz-da. Chunki mana qaranglar. Masalan, mana shu taytili bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqqa hozir shuncha film bor, lekin bularning reytingi har xil. Misol uchun mana qaysinikidir PG, mana bu yerga kelib yana qaysinikidir PG, bu yoqqa yana PG, bu yoqqa R, PG, ana shunaqa. Shu narsalarni umumiy bitta qilib 5 ta chunki 5 ta reytingdan iborat bizni hozirgi datamizga umumiy filmlarning ma'lumoti. Masalan, qaysidir deylik, endi filmlar nomini ham bilmayman, hozir xayolimga ham kelmayapti. Qaysidir kinoni reytingi PG bo'lsa, o'sha deylik, yana qaysinikidir G ga turibdi. Undan keyin yana qaysinikidir P ga turibdi. Xuddi o'shalarni bitta qilib birlashtirib beradi. Endi buni ishlatadigan bo'lsak, hozir bizning kod ishlaydi. Mana o'zi 184 dan boshlangan ekan. 184, 185 ekan eng kattalar. Film uzunligi, nimasi? Lengiz uzunligi, reytingi. Endi qaranglar, hurmatli obunachilar, having deymiz. Hozir 180 desam, sizlar hech qanday o'zgarish sezmaysizlar. Chunki sizlar tushunarsiz bo'lib qoladi bu narsa. Having deymiz. Nima deymiz? Mayli 184 dan kattasini chiqaraylik. Max olamiz. Buni sizlar aslo bunday qilib copy paste qilmanglar, o'zlaringiz yozinglar. Iltimos, ham talab, ham taklif, ham iltimos. Endi 184 dan katta qilaylik. Chunki hozir 180 dan katta qiladigan bo'lsam, hammasi chiqadi, sizlar o'zgarish sezmaysizlar, tushunmay qolishlaringiz mumkin. Mana o'zi boya 5 ta 4 ta qoldi. Bizni bugungi mavzumiz xuddi mana shu narsadan iborat. Buni juda ko'p joylarga qo'llasangizlar bo'ladi, juda ko'p joylarga ishlatsangizlar bo'ladi. O'zi bundan keyingi mavzular ham juda qiziqarli bo'ladi. Maksimum adashmasam, men hozir bitta ikkita mavzularni bitta qilib o'tib ketyapman YouTube'ga. Endi video sonini ham ko'paytirmasdan yoki boshqa amallar ham qilmasdan, hali xudo xohlasa yaxshi shortslar qo'yib, mazmunli kod yozish, chiroyli kod yozish, shularni ham qo'yib borib, kanalimizni rivojlantiramiz. Prosta hozir vaqt kerak, chunki o'qishlardan ortib bu narsaga ko'p vaqt ajrata olmayapmiz. Vaqt bor-ya, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Bevosita va bilvosita GitHubga o'tib turib, umumiy hamma ma'lumotlarni ko'rishlaringiz mumkin. Hozir mana bu foydalanadigan biz nimalarni yuklab qo'yganmiz, slaydlarni, qaysi ma'lumot kerak bo'lsa umumiy olishlaringiz mumkin. Endi mana hozir 3 tasini ishlab berdim. Bu 2 tasini ishlash ham muammo emas. Bu sizlar o'yga olsa bo'ladi. Shunga o'xshagan masalalarni bemalol sun'iy intellektdan olib turib, menga shunga o'xshagan masala yozib ber yoki qiyinrog'ini yozib ber yoki oddiyroqni yozib ber yoki o'rtachasini yozib ber va hokazo. O'zlaringizning imkoniyat va bilim saviyalaringizdan kelib chiqqan holda ishlashlaringiz mumkin. Rahmat sizlarga, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsga ko'rishguncha.